Chevrolet Tahoe. Bir xonali kvartira. Toyota K5. Elektromobil Avatar 11. Jetour T2. Exit LX. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz yangi o'yinimizga start beramiz. Bu o'yinimizda biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Agarda 5 ta bilet olsangiz bitta, 10 ta bilet olsangiz 3 dona qo'shib ham beriladi. Aziz do'stlar, bu o'yinimizga qo'yilgan prizlarimiz 1 million rubl konvertlarga bo'lib qo'yilgan. Exit LX 2023-yil, motori 1.5 lik, 147 ta ot kuchiga ega. Ikkinchi mashinamiz Jetour T2 2023-yil, motori 2 litrlik, 245 ta ot kuchiga ega. Uchinchi mashinamiz elektromobil Avatar 11 2023-yil, 578 ta ot kuchiga ega. Glavni prizimiz Chevrolet Tahoe 2021-yil, motori 5.3, 343 ta ot kuchiga ega. Aziz do'stlar, mashinalar o'rniga pul ham beriladi. Ko'pchilik obunachilarimiz kvartira qo'yishimizni so'rashdi. Kimdir ko'proq mashina qo'yishimizni so'rashdi do'stlar. Glavni prizimiz Tahoe o'rniga 8 million pulni olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa 4 ta Kia K5 mashinasi. Xohlasangiz bir xonali kvartira. Moskva metro Mekinidan 5 minutlik yo'l mebellari bilan beriladi. Tanlov sizdan. Bu prizlarimizdan tashqari boshida sotilgan 500 ta biletlar uchun ham отдельный sovg'alar bor do'stlar. Sovg'alarimiz 150 ming rubl, 50 ta podarishni bilet va Ilhomjon Pardayev prizi. Uni shartlari oddiygina mana shu o'yinimizga hozirdan bilet olsangiz, boshida sotilgan 500 ta biletlar orasida o'yin o'tkazib, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. Do'stlar, 500 talikda qatnashgan biletlar katta o'yinda ham qatnashadi. Sizda bitta emas, 2 ta shans. Aziz do'stlar, obunachilarimiz uchun podelitsa o'yinimiz ham bor. Podelitsa o'yinimizga bu safar 2000 dollar qo'ydik. Buni ham shartlari oddiygina. Mana shu videomizni tanish bilishlarga, gruppalarga podelitsa qilib, screenshot qilib, bizni WhatsAppga jo'natasiz. Biz shular orasida eng ko'p podelitsa qilgan 20 kishini hisoblab chiqib, o'yin o'tkazamiz. Do'stlar, 2000 dollar xohlasalaringiz 200 dollardan 10 kishi yutadigan, xohlasalaringiz 1 kishi yutadigan qilib o'yin o'tkazamiz. Aziz do'stlar, har kuni kechqurun 20:00 Moskva vaqti bilan bo'ladigan jonli efirimizdagi sandiqcha o'yinlarida kutib qolamiz hammani. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Eslatib o'taman, biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Bilet xarid qilish uchun raqamlarni kommentariyada qoldiramiz. Ilohim har bir kishiga shunday mashinalar nasib qilsin. Cho'ntagimda pul yursin desang, bizda hammasi halol bo'lsang, Ilhomjon Pardayev kanali. Like, podpiskani bos. Zo'r kommentda yoz. Kerakmi ko'k qog'oz, Ilhomjon Pardayev kanali. Mercedes va Lexus, bizda har kuni konkurs. Qo'shil qilmaysan afsus, Ilhomjon Pardayev kanali.